Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bizga Cobalt avtomobilni olib kelishgan. Avtomobilimiz avtomat korobka. Avtomobilimiz pashti yangi. Avtomobilimizda qilib bergan ishlarimiz qish kunida eng kerakli funksiyalardan biri avtozapus. Buni programma orqali yo'q berganmiz. Qulflashi bosib, bagaj knopkani olib turamiz. Avtomobilimiz zaveti bo'ldi. Zaveti bo'lgan bilan turib turadi, gabarit chiroqlari yonida. Agar pechkadan yo'q bo'lgan bo'lsa, chiqsani issiq turadi. Yozgi kunlarda konditsioner yo'q bo'lsa, ichlari muzlayib turadi. Agar ertaroq chiqib bo'lsa, keltga zamon tiqib haydab ketsani ham bo'ladi, zamon o'chib, yo'lmasa o'zi 10 minutda qizib o'chadi. Bu avtomobilimizda yana bo'lgan muammolardan biri, avtomobilimiz 4-paketlini propan ekan. Оборотli o'yingan ekan. Buni diagnostika qilganimizda zaslonka foizlari juda ham ko'tarilib ketgan ekan. Drosini zaslonkadan tozalab, keyin siftovar kelganlarda bitta talchot berib qo'yishlari bor ekan. Bu Cobalt avtomobillariga bez agrilchini programma qo'yib qo'yilsa, mashinaning yurishi, tortishlari ham zo'r bo'lmaydi. Keyin talchot berib qo'yadi. O'sha muammolarni ham hammasini hal qilib berganmiz. Motorga ham, korobkaga ham komplekt qilib programmadan qo'yib berganmiz. Yurib sinab tekshirib ko'rdi. Xudo xolos ko'ngilligidan bo'ldi. Kimda kim avtomobilda shunaqa xizmatlar bo'lsa, shunga o'xshash muammolar bo'lgan bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilinglar. Xudo xolos ishingni sifatli va garantiyali qilib bitkazib beramiz.